Xizalakmisan bolam? Nimaga? Tavba, kiyib naskingni qaraganda. Mana shu imminni ochiq turgan joying bor-ku, mana bu yer. Meridian tochka bu uretrani prostata bezlarini tochkasi, keyin mana bu yerda siydik tufagini tochkasi bor. Meridian tochka bo'yicha ayol bo'ladimi, erkak bo'ladimi, o'sha joyini ochib yurdimi, shu yerdan kirib kelgan sovuqni hech qachon bartaraf qila olmaydi. Sen o'zing xalqqa xizmat qilish uchun qara. Mashina bormi, telefon bormi, qimmatroqga ko'ngliga qaraysan, qimmatroq olasan, lekin arzon sotishga harakat qilasan. Necha yillarni hali xalqqa xizmat qilishing kerak-da. Sog'lig'ingni oyog'ingdan asrab olam. Oyoqdan kirib keladi hamma sog'lik. Giylarding naskisi xafa bo'lma, bir umr aytganman, yana aytaman. Kim nima desa desin, negativ yog'dirib tashlaydimi, qo'yaman desang agar, menga farqi yo'q, giylardi naskisi. Naski paypoq oshiqni yopish kerak. Ana o'shanda sog'liqqa zarar bo'lmaydi, foyda bo'ladi. Bu videoda oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, shunaqangi kalta paypoq kiyadigan aka-ukalar, bu paypoqni kimlar kiyishini juda ham yaxshi bilib oldinglar. Bu videoga bitta like bosib, kommentda o'z fikringizni qoldirib, shunaqangi kalta paypoq kiyadigan do'stlaringizga bu videodan yuborib qo'yamiz.